Surunkali charchoq birdaniga namoyon bo'lmaydi. U birinchi navbatda 6 oydan ortiq davom etadigan umumiy charchoq. Shu srok 6 oydan ortiq bo'lishi kerak. O'shandagina u sekin boshqa tomonlarni bildirishni boshlaydi. Ikkinchisi jismoniy va aqliy ish qobiliyatda kuchli pasayishi bo'ladi. Ya'ni hech narsa qilgisi kelmaydi. Kechki payt plan qilib qo'yasiz, lekin ertasiga turib kuchingiz bo'lmaydi, quvvatingiz bo'lmaydi. Uchinchisi mushak og'riqlari, uyqu va diqqatni xotirani buzilishi bo'ladi. Chunki mushak og'riqlari o'sha biz aytgan mefassalniy bolевой sindromlar shu surunkali charchoqdan kelib chiqadi. Va umumiy bunga davo yo'q. Bu yerda faqat individual yondashuv bo'ladi. Kun tartibini yo'lga qo'yish va 4 ta asosiy yo'nalish bo'yicha hamma narsani kontrol qilish kerak bo'ladi.